Bunaqasini tayyorlash yo'lida tursin, yeb ham ko'rmaganingiz. Xolodilnigizda bir burchagida qolib ketgan masalliqlardan bugun shunaqangi mazali pecheni tayyorlaymiz. Bismillah deb ishimizni xona haroratida yumshatilgan от щедрой хозяйки margarinlarini mikser qilishdan boshlaymiz. Ketidan saxarni pudramizni ham solib, yana bitta mikser qilamiz. Yog', razrixnitel, vanilya va tuxumni ham solamiz. Yana bir xil massa bo'lgunicha mikser qilamiz va unni solib, yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir qoramiz. Xamir xuddi videodagidek ko'rinishga ega bo'lganda teng ikki qismga bo'lamiz. Bir qismiga yana biroz un solib xamir qoramiz, ikkinchi qismiga esa kakao solib, uni ham yumshoqqina xamir holiga keltiramiz. Tayyor xamirlarimizni 10 grammdan zuvolachalarga bo'lamiz. Pechenilarimiz yanada chiroyli chiqishi uchun oq va qora xamirlarimizni olib birlashtirib dumaloq deymiz va barmoqimiz yordamida o'rtasini bosib qo'yamiz. Tayyor pechenilarimizni gaz listiga terib, oldindan qizdirilgan duxovkada pishirib olamiz. Pishgan pechenilarimizni o'rtasiga shokolad pastasidan solib, xohishga ko'ra yong'oq yoki fistashka sepamiz. Pechenilarimiz tayyor. Retseptni yo'qotib qo'ymaslik uchun videoni albatta saqlab olishni unutmang.